Yurakda o'zgarish bo'layotgan bo'lsa, faoliyati buzilish bo'layotgan bo'lsa, qayerda ketayotganini siz ko'rib bera olasiz. Ko'rib bera olamiz. Onalarda kasalliklari sababli ko'p chaqaloqlar yurak nuqsonlari bilan tug'ilyapti. E'tibor qilmaydi, yaxshi yuribman deydi, keyin birdaniga 45 plus Turmushga chiqayotgan qizlarimiz sog'lom farzand yetkazib yetishtirib berish kerak. o'zi serce обязательно. Shu deyishimiz to'g'riroq. To'g'ri. Assalomu alaykum, ATD kuzatuvchilari. Bugungi mavzuyimiz yurak tekshiruvlaridan biri ekokardiografiya. Va bu tekshiruvni qilganda, mutaxassislarni tanlayotganimizda umuman olganda ekokardiografiya nima bu desak, bu yurakni uzisi. Va uzi tekshiruvlarini olayotganimizda bizni mutaxassislarimiz uzi qiladigan mutaxassislarni eshitganmiz, lekin uzichilarni ichida o'zini qandaydir yoqtirgan a'zosi bor, yoqtirgan sohasi bor va aynan yurak sohasini, yurakni yoqtirgan mutaxassisimizni taklif qildik. Bu bizni o'zi diagnost vrachimiz Nishanova Nilufar Abdugaffarovna. Xush kelibsiz. Rahmat. Вот. Нилюфар, можно я вас буду просто Нилюфар, чтобы роднее было, аудиториямizga ham haligi yaqinroq bo'lishimiz uchun. Bilasizmi, yurakni o'zi qilish deganda bu qandaydir murakkab bir muolaja hisoblanadi deb o'ylashadi-da. Shuning uchun kardiogramma qilish yetarli emasmi? Ekokardiografiya ham qilish kerakmi? Ya'ni o'zi ham qilish kerakmi yurakda? Tekshirayotganda. Bu muolajani kimga tavsiya qilamiz? Rahmat. Dilfuza opa, assalomu alaykum. ATD kuzatuvchilari. Endi ekokardiografiya haqida jicha ma'lumot bermoqchiman. Ekokardiografiya bu yurakni ultratovush yordamida tekshirish usulidir. Bunda biza 4 ta kamerani, yurakni klapanlarini, yurakni devorlarini, yurak atrofidagi yumshoq to'qimalarni tekshirishga erishamiz. Ya'ni siz aytmoqchisiz, siz qo'lingizdagi apparatingiz bilan yurakda shunday reviziya qilib bera olasiz. Reviziya qila olamiz. Qisqa Farxon, shu yerda shaxsiy bitta savol beraman. Nimaga aynan ekoni tanlagansiz? Ekokardiografiya bu juda ham qiziq tekshiruv. Birinchidan murakkab tekshiruv, ko'p ma'lumot beradi EKGga nisbatan. Shu vrach kardiologga уже davolash usulini tanlashga imkoniyat beradi. Ya'ni aynan qayerda proses ketayotganini, yurakda o'zgarish bo'layotgan bo'lsa, faoliyati buzilish bo'layotgan bo'lsa, qayerda ketayotganini siz ko'rib bera olasiz. Ko'rib bera olamiz. Yuragini ichiga kirib chiqa olasiz. Kirib chiqa olamiz. Super, zo'r. Xo'p, shunda kimlarga birinchi o'rinda tavsiya berasiz? Ekokardiografiya men mutaxassis sifatida mana shunaqa yoshdagilarga kimga ayta olasiz? Endi ekokardiografiyani hammaga tavsiya qilishimiz mumkin. Yangi tug'ilgan chaqaloqlarga birinchi o'rinda yurak nuqsonlarini aniqlash maqsadida. Ikkinchisi, bemorlar o'zida hansirash, yurakni notekis urishi, bosh aylanishi, qandli diabet tashxisi qo'yilgan bemorlarga tavsiya etiladi. Profilaktika maqsadida yilda bir marta sog'lom bo'lsa ham, o'zini sog'lom deb bilib yurgan bemorlarga ham biz ekokardiografiani yilda bir marta o'tkazishni tavsiya etamiz. Ikkinchidan, ko'p EKGda o'zgarishlar bo'lsa, kardiolog yuragini auskultatsiya qilib shovqin eshitsa, bularga ham albatta ekokardiografiya qilish kerak.
Shularda ekokardiografiyaga jo'natilsa agar, bular qandaydir alohida tayyorgarlik ko'rib kelish kerakmi? Yo'q, эхокардиография, это я на вас должна смотреть. Kуда хотите Да. смотреть? Эхокардиография alohida tayyorgarlik ko'rishni tavsiya etmaydi. Bu tekshiruv 15 minutdan yarim soatgacha vaqt oladi. Bemalol kelib og'riqsiz tekshiriladigan usuldir. Farhon, ruxsat bersangiz, bizda bitta ikkita aynan aholi tarafdan savollar bor edi. Shularni hozir bitta ikkitasini sizga beray, chunki biz Andijon tibbiy diagnostika markazidan aholi uchun bu ko'rsatuvlarni tayyorlayapmiz. Agar sizlarda ham kommentariy yoki qandaydir savol yoki qandaydir tilaklar bo'ladigan bo'lsa, пожалуйста, kommentariyda yozib qoldirishingiz mumkin. Like bosishni unutmaysizlar va поделиться tugmachasini samolyotda jo'natib qo'yinglar и bizni kuzatishni davom etinglar. Nilfarxon, shunda men 55 yoshdaman. Bosimim ko'tarilib tushadi. Ya'ni dori ichib turaman. Bu yuragimdagi o'zgarishlar bilan bog'liq bo'lishi mumkinmi? Bosimim ko'tarilib tushadi. Вот meni tushunishim bo'yicha это такой вопрос, что артериальная гипертензия deyaptimi shunda? Да, но патогенез артериальной гипертензии, он вообще связан с сосудистыми изменениями. Ага. На эхокардиографии мы увидим уже как бы осложнение гипертонической болезни, то есть утолщенные стенки миокарда. Miokard, ya'ni o'sha mushakni. Mushakni, да. Shunda sosudistые изменения deganimizda tomirdagi o'zgarishni ham kuzata olamizmi? Yo'q, tomirdagi o'zgarishlarni tomirga o'sha ko'rsata olmaysiz. Bu yerda biz shunda yurakdagi o'zgarishlar bilan bog'liq bo'lishi mumkinmi desa, agar yurak mushagida o'zgarishi bo'lsa, bog'liq bo'lishi mumkin va sizni ekokardiografiya qilishga taklif qilishimiz kerak deb javob beramizmi? Da. Da. Yurakda уже o'zgarish bo'ladi. 55 yoshlik bizni mijozimiz savol qoldirgan. Пожалуйста, kelib yuragingizni o'zi qildirib ketishingiz mumkin. Keyingi savolimiz. Menda kardiostimulyator protez bor. Kardiostimulyator yoki protez? Kardiostimulyator bilan, protez bilan ham ekokardiografiya qilish mumkin. Mumkin. Да, а klapan qo'yilgan bo'lsa, to обязательно u klapanni faoliyatini tekshirish uchun albatta ekokardiografiya qilinishi kerak, kuzatilishi kerak u klapanni har 6 oyda. Shunda natijalar qanchada chiqadi и uni natijalarini bizga kim tushuntirib beradi? Natijasi o'sha zahoti chiqadi. Ko'rib bo'lgandan keyin bemor ko'p vaqt kutmaydi. O'qishi, rashirovkasini faqatgina kardiolog tushuntirib bera oladi. Ya'ni o'sha jo'natgan, tavsiya qilgan vrachga olib boradi, uni davolash usullarini birgalikda hammasini o'zlari muhokama qiladi doktori bilan. Da. Xo'p. O'zingiz tarafdan Xona nima deysiz? Mana qarang. Hozir boshida aytib o'tdingiz, chaqaloqlarda nuqsonlarni ko'rish deyapsiz. Aytingchi, Nilfarxon, tajribangizda shunaqa chaqaloqlar hozir mana Covidgacha bo'lgan vaqt bilan Coviddan keyin bo'lgan vaqtda bilindimi, shu ko'rsatkichlar ko'paydimi? Bunaqa chaqaloqlar sababi Covid deb ayta olamizmi? Chunki hozir qaysi kasallikda qarasak, qaysi kasallikka qarasak, hammasida Covid bo'lgan bo'lsa, demak, уже atipichni qandaydir o'zgarishlar bo'lyapti. Hozir mana shu Coviddan keyin tajribamdan kelib chiqadigan bo'lsak, yurak nuqsonlari bilan ko'paygan chaqaloqlar bor. Uni ustiga demakki onalarda kasalliklari sababli ko'p chaqaloqlar yurak nuqsonlari bilan tug'ilyapti.
ikkinchi masala yana echokardiografiyada biz tekshirayotganimizda hamma nuqsonlar ham operatsiyaga muhtoj emas. Shunaqa nuqsonlar borki, biza ularni kuzatamiz. Ular bekilib ketishi ham mumkin. 3 yoshgacha Shuning uchun yopilishi mumkin. agarda echokardiografiyada chaqaloqqa nuqson qo'yilgan bo'lsa, ota-onalar birdaniga vahima qilib Mana shu joyi juda ham muhim, rahmat aytib o'tganingiz uchun. Juda ham anova tushkunlikka tushib ketmanglar, chunki hamma nuqsoni ham operatsiya qilinavermaydi. Biza aytamiz, kutamiz, har 6 oyda tekshiramiz. Agarda bola yaxshi rivojlansa, yaxshi kilosini olsa, misol uchun kasal bo'lmasdan katta bo'lsa, mayda teshiklari bekilib ketadi. Bekilib ketadi. Shunda yana bir takrorlab yuboring. Bunaqa bolalarni agar ko'rgan bo'lsak, nuqsoni bor deydigan bo'lsak, qanchada bir eho qilib turishimiz kerak? 6 oyda bir. 6 oyda bir. Demak, yilda 2 marta bu bolalar nazoratdan o'tish kerak, ko'rish kerak. Tushunarli. Xo'p. Yana savollarimiz davom etamiz. Eho orqali infarkt yoki yurak yetishmovchiligini qo'ya olasizmi? Qo'ya olamiz. Yurak yetishmovchiligi deganda biza yurakni qisqarish funksiyasini pasayib ketishini aytiladi. Уже bu infarkt o'tkazgan yoki uzoq davom etayotgan gipertoniya kasalligi hozirgi aytib o'tgan yoki bo'lmasam o'tkazilgan miokardit yoki klapandagi nuqsonlar paydo bo'lsa, o'shanda уже asta-sekinlik bilan yurak yetishmovchiligi kelib chiqadi. Bundan tashqari yana xavf guruhiga qandli diabet kasalligi bilan kasallangan bemorlarda va yana bo'qoq bor insonlarda yurak yetishmovchiligi metabolik o'zgarishlar berilishi hisobiga уже yuragi kengayish kuzatiladi. Shuning uchun shuni oldini olish maqsadida yurak yetishmovchiligini tekshirish bormi, yo'qmi, tekshirish maqsadida birinchi navbatda echokardiografiya qilish kerak. EKGda bu o'zgarishlar qanday namoyon bo'lmaydi. Вот этот, как сказать, EKGda bu o'zgarishlar to'laqonli bilan namoyon bo'lmasligi mumkin, o'tkazib yuborishimiz mumkin. EKGda bu ma'lumotni kam olamiz. Bu yana bitta narsa, demak, yurak infarkti bo'yicha savolingizga qaysidir segmentda qisqarish pasayotgan bo'lsa, infarktdan oldingi holatni ham biza ko'rishimiz mumkin. O'shuning uchun ham echokardiografiya yurakda ozgina og'riq bo'lsa, kuyishish bo'layotgan bo'lsa, kelishi kerak, ko'rsatish kerak. O'tkin infarkt miokardni ham biza ko'ramiz. Demak, qandaydir yurak bilan bog'liq deb gumon qildiki, echokardiografiya qilsa, o'sha o'ziga bu yaxshilik bo'ladi, tezroq tashxis qo'yishlikka yordam bo'ladi va vaqtida oldini olib qolishlikka, har xil asoratlardan qutulib qolishlikka echokardiografiya qilsak, bu faqat yaxshilikka ekan. Shu yerda Nilfarxon, ayollar mavzusini ham ko'taraman. Klimaks yoshdagi ayollar. Bilasizmi? E'tibor qilmaydi, yaxshi yuribman deydi. Keyin birdaniga 45 plus yoki 50 yoshlik ayollarda yuragida taxikardiya, ya'ni yurak o'ynashga uchraydi. Bularda ko'p terlash bo'ladi va klimaks alomatlari paydo bo'ladi. Buni ana shu holatda yurakda ham namoyon bo'ladi. Yurak o'ynab ketadi, qansirashlar paydo bo'ladi yoki tez charchab qolishlar paydo bo'lib qoladi. Shuni ko'rib, o'sha yerda qandaydir yengil o'zgarish bormi yoki yoshiga nisbatan o'sha yurakni mushagi qay darajada tonusdaligini ko'rib ayta olamizmi?
bularni biz o'sha gruppa riska deb, endi risk emasu, bu tabiiy holatu, lekin ularni ham bir qator o'zinglarni kelib eho qilib ketinglar deb ayta olamiz. ayta olamiz. Ayta no, yurak agarda Yuragi bor odamki o'zining qilinishi sersi kerak. обязательно. Shu deyishimiz to'g'riroq. To'g'ri. Endi klimaks davriga kelsak, klimaks davrida yurakni tez urib ketishi bu ikkilamchi holat. Bu yerda ko'proq gormonal o'zgarish bo'lganligi hisobiga prosta qandaydir qon tomirlarida reaksiyasi bo'lishi mumkin. Siz boya aytganingizdek, o'sha metabolik o'zgarishlar yo'lga qo'yilgan. Men yana o'zimdan ham ozgina qo'shimcha qilishim mumkin. Qandli diabet kasalligi bo'lsa, albatta qilaylik deyapmiz. Bo'qoq masalasida, qalqonsimon bezni o'zgarish masalasida keladigan bo'lsak, bularda albatta qilishimiz kerak. Yo'q, menda bo'qoq yo'q deymiz-ku, lekin biz endemik zonada yashaganligimiz uchun semizlik ayollarimizda juda ko'p uchraydi. Bu ham nagruzka hisoblanadi yurakka va mana shunaqa ayollarni hammasini oldini olish uchun yuragingizdagi o'zgarishlar bormi yoki yo'qmi deb o'zingizga ma'lumot olishingiz uchun men Niluffarxonni qabuliga yozishingizni so'rayman. Bir qator o'zini qilib qo'ysa kam bo'lmaydi, nabarot yaxshi bo'ladi. To'g'rimi? To'g'ri, chunki yurak bu birinchi nima deydi? Yurak asosiy organ hisoblanadi. Buni asosiy vazifasi bu nasos. Agarda bizani yuragimiz yaxshi ishlamasa, to hamma organlarga ta'siri bo'ladi. Albatta. Shuning uchun birinchi navbatda nima bo'lganda ham endi hamma organlar o'ziga yarasha funksiyalari bor. Lekin yurak yetishmovchiligi bo'lsa yoki yurakdagi klapan nuqsonlari bo'lsa, yurakda defektlari bo'lsa, teshiklari bo'lsa, to bu faqatgina echokardiografiyada bilinadi. Faqatgina boshqa tekshiruv usuli yo'q. Yo'q. Вот. Endi ikkinchi tekshiruv usuli bu auskultatsiya. Endi birinchi navbatda kardiologga boradi, yuragini eshitadi. Eshitgandan keyin, shovqin eshitgandan keyin echokardiografiyaga jo'natadi. Echokardiografiya nuqsonini yoki teshigini yoki qayerdagi buzilishini tezda shuni aniqlash uchun birinchi qiladigan ishimiz, demak, yurakni o'zisi echokardiografiya. Bundan tashqari echokardiografiyani asosiy afzalliklaridan biri, biz vaqtida yurak nuqsonini aniqlasak, vaqtida biz kardioxirurgga yuboramiz. Vaqtida o'zini operatsiyani vaqti bo'ladi. Agarda o'pka arteriyasida bosim ko'tarilmayotgan bo'lsa, ular demak operatsiyaga olinishi kerak. Agar shunga pokazaniyasi bo'lsa. Endi ko'pchilik yuradi, hansiraydi, semizlik deydi yoki bo'lmasam kamqonlik deydi, yuragim o'tib ketadi deydi-da, lekin yuragida nuqson borligini bilmaydi. Bu bilmaydi-da, keyin o'sha vaqtlar o'tgan sari bu o'zini asoratini beradi, operatsiyadan kech qolgan bo'ladi. O'shuning uchun ham yilda bir marta o'zingiz uchun echokardiografiyadan o'tib qo'yish kerak. Har bitta inson yoshi kasalligi bo'lsa bo'lmasa, kasalligi bo'lsa bo'lmasa, yoshi nechi bo'lsa ham, mana tug'ilgan chaqaloqlarni gapiryapmiz va yoshi nechi yosh bo'lsa ham yilda bir marta echokardiografiyadan o'tish kerak va yurakni echo qilib, mutaxassis bo'lib ishlashlik, o'ylaymanki, o'zini kasbini yaxshi ko'rib yondashadigan eng gрамотный, mas'uliyatli mutaxassislardan biri bizda Niluffarxon. O'shuning uchun biz sizlar uchun doim yordam berishda tayyormiz. Savollar bo'lsa yozib qoldiringlar. Like unutmaymiz va keyingi ko'rsatuvlarda uchrashguncha sizlar bilan xayrlashamiz. Niluffarxon, sizga rahmat aytamiz. O'zingizni vaqtingizni ayamasdan shu ozgina boshlanishiga shu 3 ta 4 ta savolimizga bo'ldi javob beraman jonim bilan deb intilganingiz uchun sizga
alohida tashakkur va Andijon tibbiy diagnostikasi yuragingizni tekshirib qo'yishga tayyor. Yana echokardiografiyani turmushga chiqayotgan qizlarga tavsiya etaman. Точно. Chunki bizga turmushga chiqayotgan qizlarimiz sog'lom farzand yetishtirib berish kerak. Avvalambor o'zini yuragi sog'lom bo'lishi kerak. Shuning uchun ular yoshman, yuragimda hech narsa yo'q deb tekshirilmaydi, o'tib ketilaveradi, lekin ko'pchilikda hozir hayot davomida bilinmagan tug'ma nuqsonlar bor qiz bolalarda. Ikkinchi masala bu homiladorlik davridagi yurak eho qilish. Homiladorlik davrida ehokardiografiya ham tavsiya etiladi. Chunki homiladorlik davrida 3-qon aylanish doirasi qo'shilganligi sababli yurakda biroz o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Shuni albatta echokardiografiyani homilador bo'lgandan keyin, ayniqsa oxirgi trimestrlarda tavsiya etiladi. Taklif qilganinglar uchun katta rahmat. Dilfuz opa, echokardiografiyaga marhamat qilib kelishingiz mumkin-da. Qanaqa savollaringiz bo'lsa, yozib qoldiringlar. Biz savollarga javob berishga tayyormiz.